Assalomu alaykum. Ko'rayotganingiz qo'limdagi ushbu kitob O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. Mamlakatda qaysi soha bo'lmasinki, davlat yoki nodavlat tashkilotimi, xususiy sektormi, xullas qaysi idora bo'lmasin, unda ishlayotgan, mehnat qilayotgan insonlar, umuman mehnatga layoqatli shaxslarning, ish beruvchi va xodimning, yuridik va jismoniy shaxslarning huquq va manfaatlari qonun bilan yozib qo'yilgan normativ hujjat. Bu kodeks O'zbekiston Respublikasida mehnatga oid munosabatlarni, jamoa kelishuvlari, shuningdek, jamoa shartnomalari va boshqa lokal normativ hujjatlar bilan tartibga solinadigan manfaatlar muvozanatini ushlab turuvchi huquqiy omildir. Monitorga e'tibor qiling. Sizga raqamlar ko'rsatamiz. Bosh prokuratura bergan statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda mehnat va aholini ish bilan ta'minlashga doir qonunchilik ijrosi yuzasidan jami 863 ta nazorat tadbirlari o'tkazilib, e'tibor bering, 16467 ta qonun buzilishi holatlari aniqlangan va ular bo'yicha qonunga zid bo'lgan 3430 ta hujjatni bekor qilish yoki qonunga muvofiqlashtirish yuzasidan protest keltirilgan. 19262 nafar shaxsning buzilgan huquqlari tiklangan. Oliy sud ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar tomonidan 3217 ta ishga, tiklashga doir ko'rib tamomlangan ishlarning 1456 tasi bo'yicha da'vo talablari qanoatlantirilgan. 1219 tasi bo'yicha da'vo talablarini qanoatlantirish rad etilgan. 459 tasi ko'rmasdan qoldirilgan hamda 83 ta da'vo bo'yicha ishni yuritish tugatilgan. Sud qarorlari asosida ishga tiklashga mas'ul bo'lgan yana bir organ, Majburiy ijro byurosi bergan statistikaga ko'ra, 2024-yilda qonunga xilof ravishda ishdan bo'shatilgan 753 nafar shaxslar ishga tiklanib, ularga to'lanmay qolgan 41,3 milliard so'mlik ish haqlari undirib berildi. Bu raqamlardan ko'rinib turibdiki, mehnat munosabatlarida normativ hujjatlar asosiy rol o'ynaydi. Vaqt va globallashuv bu esa mehnat munosabatlariga ham zamonaviy tendensiyalarni olib kirishni taqozo etyapti. Shu sabab normativ hujjatlarga ham ma'lum o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. 2025-yil 13-fevral mamlakatda yana bir huquqiy normativ hujjat O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Ya'ni mazkur qonun bilan amaldagi Mehnat kodeksining ba'zi moddalariga o'zgartirishlar kiritilgan bo'lsa, ba'zilariga qo'shimchalar qo'shildi. Xo'sh, bunga ehtiyoj nima edi va bu fuqarolar uchun qanday qulayliklarni olib keladi? Bugungi sharhimizda mazkur qonun loyihasida ishtirok etgan, ushbu qonun bilan ishlovchi tashkilot va idoralar, huquq-tartibot organlari ekspertlarining fikrini eshitamiz va undagi imtiyozlar nimalardan iborat, buni ham bilib olamiz. Mazkur kodeks bilan oldingi mehnat kodeksi nazarda tutilmagan ko'plab muhim masalalar tartibga solindi hamda o'z yechimini topdi. Biroq kodeksni amaliyotda qo'llash jarayonida yuzaga kelgan ayrim noaniqliklar respublikada ko'plab sohalarni raqamlashtirish jarayonlari jadallik bilan olib borilayotganligi va shu kabi boshqa sabablarga ko'ra yangi mehnat kodeksiga ham o'zgartirish kiritish zarurati yuzaga keldi. Mehnat kodeksining 11-moddasida, ya'ni kodeksning amal qilish sohasi belgilangan bo'lib, ushbu moddada mehnat kodeksi bir qator sohalarga tatbiq etilish chegarasini aniqlashtiruvchi norma belgilangan edi. Aytib o'tish kerakki, mamlakatimizda o'tgan yillar davomida davlat fuqarolik xizmati to'g'risida qonun qabul qilindi va ushbu qonun bilan davlat fuqarolik xizmatchilarining huquqlari, majburiyatlari, davlat fuqarolik xizmatini o'tash tartibiga oid bir qator normalar belgilandi. Shu bilan birgalikda mazkur qonunda davlat fuqarolik xizmatchisining sodir qilgan nojo'ya harakatlariga huquqiy baho berish, ya'ni javobgarlik masalasi belgilangan edi. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, mazkur qonundagi intizomiy jazo choralari mehnat kodeksidagi intizomiy jazo choralari bilan bir xil emas. Ya'ni davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda intizomiy jazo choralarining turlari, ya'ni shakllari ko'proq. Endi savol paydo bo'ladi. Davlat fuqarolik xizmatchisi aynan shu nojo'ya harakatni sodir etgan taqdirda unga nisbatan intizomiy jazo chorasini qo'llashda mehnat qonunchiligi normalarini qo'llash kerakmi yoki davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonundan kelib? Albatta, davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonundan kelib chiqib, xodimga nisbatan intizomiy jazo chorasi qo'llaniladigan bo'lsa, kelgusida xodim mehnat kodeksining tegishli normalarini asos qilgan holda o'ziga nisbatan intizomiy jazo chorasi noto'g'ri qo'llanganligi haqida
ariza va shikoyat bilan murojaat qilish huquqi vujudga keladi. Boradagi savol noaniqligicha qolayotgan edi. Shu sababli Mehnat kodeksining 11-moddasida, ya'ni Mehnat kodeksining amal qilish sohasiga oid normaga to'ldirish kiritildiki, davlat fuqarolik xizmatini o'tayotgan shaxslarga nisbatan Mehnat kodeksi davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinmagan qismigagina tatbiq etilishi yuzasidan aniqlik kiritildi. Mehnat nizolarini hal etish bilan bog'liq barcha masalalar O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi, Fuqarolik protsessual kodeksining tegishli bandlari bilan tartibga solinadi. Ish beruvchi, ya'ni rahbar bilan xodimlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar mehnat shartnomasida qatnashuvchi har ikki tarafning harakati yoki harakatsizligi natijasida kelib chiqishi mumkin. Har qanday kelishmovchiliklar ham mehnat nizolari darajasiga borib yetmaydi. Yuzaga kelgan kelishmovchiliklar mehnat huquqi subyektlari tomonidan turlicha baholanishi mumkin. Mehnat nizolari mehnat munosabatlarining eng asosiy va e'tibor qaratish kerak bo'lgan muhim qismidir va ularni hal etishda ish beruvchini ham, xodimni ham huquq va majburiyatlarini teng himoya qilish zarur. Bunda taraflar tomonidan mehnat intizomi va shartlariga qat'iy rioya qilinishining ahamiyati juda katta. Ushbu qonun bilan O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy apparat majmuida elektron shakldagi mehnat shartnomasini rasmiylashtirish tartibini joriy etishni, ish haqini saqlanmaydigan ta'til davomiyligini belgilash tartibini va xodimning o'rtacha ish haqini hisoblash tartibini o'zgartirishni nazarda tutuvchi qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilmoqda. Birinchi navbatda ishga qabul qilishda talab etiladigan hujjatlar soni qisqartirildi, ya'ni o'sha raqamlashtirish hisobiga qisqartirildi. Endi davlat tashkilotlarida ishga qabul qilishda talab etiladigan hujjatlardan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchalar, pensiya daftarchalari, STIR kabi hujjatlar talab qilish bekor qilindi. Nodavlat tashkilotlarda esa o'sha STIR va pensiya daftarchalarini talab qilish bekor qilindi. Davlat tashkilotlariga kirmoqchi bo'lgan o'sha nomzodlar ushbu hujjatlarni taqdim qilish o'rniga jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamini taqdim qiladi. Ushbu raqam orqali davlat tashkilotlari yagona milliy mehnat tizimi orqali tegishli ma'lumotlarni olish imkoniyati yaratilgan. Bundan tashqari keyingi o'zgarishlardan biri bu elektron shaklda mehnat shartnomalarini rasmiylashtirish joriy etilmoqda. Ushbu yangi o'zgarish ham kelajakda juda ham ko'p o'sha rasmiyatchiliklarni, byurokratik to'siqlarni bartaraf etish maqsadida joriy qilindi. Hozirgi kunda qog'oz shakldagi mehnat shartnoma rasmiylashtirish bilan birga elektron shakldagi mehnat shartnomalarni ham rasmiylashtirish mumkin bo'ladi. Albatta buni qog'oz shaklda yoki elektron shaklda ekanligini ish beruvchi bilan xodim o'zlari o'zaro kelishuvga muvofiq hal qiladi. Yana ish haqqi saqlanmagan holda ta'til berish bilan bog'liq normalarga ham aniqlik kiritilib o'tildi. Unga ko'ra, mazkur ta'tilning 12 oylik davr mobaynida jami 3 oydan ortiq bo'lmasligi kerakligi belgilandi. Bundan tashqari, endilikdagi har yilgi mehnat ta'tili vaqti uchun haq to'lashda, shuningdek, foydalanilmagan mehnat ta'tili uchun pulli kompensatsiya to'lashda yakshanba kuni inobatga olinmasligi ko'zda tutilgan hamda mazkur norma ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur normaga tushuntirish beradigan bo'lsak, Mehnat kodeksida har yilgi mehnat ta'tili davrida o'rtacha oylik ish haqqi saqlanishda kafolatlangan. Bunda ish kunlarining o'rtacha oylik soni 25,3 ga teng. Bir yilda 365 kundan 52 ta yakshanba kunlarini va 9 ta bayramini ayirib, uni 12 oyga bo'lishdan kelib chiqqan. Ya'ni yangi mehnat kodeksiga qabul qilingan vaqtda ham ta'til uchun haq to'lashda yakshanba kuni hisobga olinmasligi bilan bog'liq norma mavjud edi. Faqatgina yangi qonun bilan mazkur norma yanada aniqlashtirildi. O'rtacha ish haqini hisoblash tartibi soddalashtirildi. Ayniqsa o'sha ish pay to'lanadigan, ish haq to'lanadigan xodimlarga yoki tarifsiz to'lanadigan ish haq to'lanadigan xodimlarga o'rtacha ish haqini hisoblashda ancha murakkabliklar, shu noaniqliklar mavjud edi. Masalan, ish pay shaklda ish haq to'lanadigan xodimlarga o'rtacha ish haqini hisoblashda oxirgi oydagi lavozim maoshi inobatga olinardi. Bunda oldingi ishlagan o'sha 10 oy davomida ishlagan ish haqlarini
demak kam ishlagan bo'lsa yoki ko'p ishlagan bo'lsa bu yaxshi sezilarli ta'sir qilmas edi. Hozirgi kunda barcha 12 oy davomida ishlagan barcha ish haqlari, rag'batlantirish to'lovlari hammasi jamlanib 12 ga bo'linadi. Bunda o'rtacha ish haqi kelib chiqadi. Bu adolatli hisoblash deb o'ylaymiz tartibi. Ayniqsa tarifsiz tizimda, ya'ni ish beruvchi va xodim ishga qabul qilingan paytda aniq ish haqi o'sha ishning natijalariga, jamoaviy ishning natijalariga bog'liq bo'lgan ish haqi to'lashda bunda mehnatga haq to'lash eng kam miqdordan kelib chiqib hisoblanardi. Bunda o 5 million yoki 10 million ish haqi oladigan xodimlarda o'rtacha ish haqi kam chiqardi. Ya'ni masalan xodim ta'tilga chiqmoqchi bo'lsa, uni ta'til puli o'zini lavozim maoshidan ham kam chiqib qolardi. Bu o'zgarishdan tufayli demak ularda ham adolatli o'rtacha ish haqi yoki ta'til pulini hisoblash yo'lga qo'yiladi. Ta'lim to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq xodimlar kechki yoki sirtqi ta'lim shaklida o'qishi mumkin bo'lgan ta'lim tashkilotlarining turlarini aniqlashtiruvchi o'zgartirishlar kiritilmoqda. Endi homiladorligi yoki farzandi borligi sababli xodimni ishdan bo'shatishga taqiq qonun bilan joriy etildi. Bu haqda ham mutaxassis ekspertlarning fikrini tinglaymiz. Yangi konstitutsiyamizga moslashtirilgan norma, ya'ni homilador ayollarda 3 yoshga to'lmagan farzandi bor ayollarda o'sha aynan homilador ekanligi, yosh farzandi borligini asos qilib ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo'shatish kabi holatlar cheklash Mehnat kodeksining 396-moddasida belgilab qo'yildi. Ya'ni Mehnat kodeksi konstitutsiyamizga muvofiqlashtirildi. Oldingi tahrirda ham homilador yoki farzandi borligi tufayli ayollarni ishga olishni rad etish yoki mehnat haqini kamaytirishga yo'l qo'yilmasligi to'g'risidagi norma mavjud edi. Endilikda ayollarni mazkur vajlar bilan noqonuniy ishdan bo'shatish ham taqiqlovchi norma qilib qat'iy belgilab o'tildi. Mehnat kodeksining 385-moddasiga kiritilgan o'zgartirish, bu yerda 385-moddadagi norma kechki va sirtqi ta'lim shaklida o'qiyotgan xodimlarni kafolatlari, ularga beriladigan kafolatlar va kompensatsiyalar nazarda tutar edi. Jumlalarda o'zgarish bor, ya'ni avval o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim deb ketilgan bo'lsa, hozir o'rta professional va o'rta maxsus professional ta'lim so'zlari bilan o'zgartirish bilan birga mana shu kechki va sirtqi ta'lim shaklida o'qiyotgan xodimlarga beriladigan ta'til davri o'rtacha ish haqi saqlab qolinadigan ta'til sifatida e'tirof etilyapti. Bundan ko'rinadiki, bugungi kunda kechki ta'limda, sirtqi ta'limda ta'lim olayotgan oliy ta'lim, o'rta professional, o'rta maxsus professional ta'limda o'qiyotgan talabalarimiz ishdan ajralmagan holda sessiya paytida, o'quv laboratoriyalarini bajarayotgan paytida shu paytga ularni o'rtacha ish haqi saqlab qolinishi. Bu albatta o'sha ta'lim olayotgan talabalarning manfaatiga xizmat qiladi, ularning moddiy manfaatdorligini oshiradi. 29-moddasiga kiritilgan o'zgartirish kiritishdan oldin mehnat shartnomasi ish beruvchi va xodim o'rtasida tuziladi. Oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan taqsimot komissiyasining shartnomasi asosida ishga joylashtirish nazarda tutilgan bo'lsa, hozirgi o'zgartirish bilan, demak, taqsimot komissiyalarining yo'llanma beruvchi hujjati asosida korxona muassasa tashkilotlarida yo'llanma berilgan joyda mehnat shartnomasi tuzilishiga oid norma kiritildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mehnat nizolarining oldini olish uchun ish beruvchi rahbarlar va xodimlar mehnat qonunlariga rioya qilishlari, ochiq va aniq mehnat shartnomalari tuzishlari, munosib mehnat sharoitlarini ta'minlashlari hamda mehnat shartlarini lozim darajada bajarishlari kerak. Mehnat nizolarini samarali hal etish o'z navbatida uyg'un mehnat sharoitlarini yaratishga, xodimlar va ish beruvchi rahbarlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga va jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni oshirishga yordam beradi. Bugungi qonun fuqarolarning mehnat huquqlari, kafolatlari ta'minlanishiga, mehnat sohasidagi munosabatlarning elektron tizimga o'tishini ta'minlashga, shuningdek, davlat organlari va tashkilotlariga ishga kirayotgan fuqarolardan ortiqcha hujjatlarni talab qilish hollarini bartaraf etishga xizmat qiladi. Aslida bugun mamlakatimizda bu kabi ishlarda, ya'ni fuqarolarning mehnat huquqlari, kafolatlarini ta'minlash va xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka joriy etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Bugun sizga sharhlab bergan O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni esa ana shu ishlarga munosib bir misoldir. Salomat bo'ling, xayr.